itoatingizda turgan o'g'il bilan itoat qilmayotgan o'g'lingiz barobar deysizmi? Ikkita keliniz bor. Bittasi xizmatingizni qilyapti. Kallay saharlab turadi, hovlilarga suv sepadi, supuradi, choyingiz, nonushtalarni tayyor qiladi. Men xizmatga tayyorman deb turibdi-da, ikkinchi keliniz choshgohda turadi, kun chiqqanda turadi. Turib ham o'zini ishidan ortmaydi. Siz aytganingizni qilmayapti. Ikkalasi barobar deysizmi? Ikkita qudays. Bittasi sizga xayrixoh, sizni hurmat qiladi. Ikkinchisi orqangizdan har xil gaplar tarqatib yuradi. Barobar deysizmi? Ikkita qo'shningiz bor. Bitta qo'shni sizni yaxshi yomon kuningizda mana bu yerda turibdi. Bizga nima xizmat qo'shni? Bizga buyuring, biz xizmat qilaylik. Boringizga shukr deb turibdi. Ikkinchi qo'shni sizni kecha-yu kunduz kavlaydi-da, g'iybatingizni qiladi, bir balola gap qiladi. Ikkalasi barobar deysizmi? Hech qachon barobar bo'lmaydi. Shundoq ekan, jannat egalari bilan do'zax egalari ham barobar bo'lmaydi.